Xitoy hukumatı 1876-yili Sharq Turkistonga tajovuz qilib, 100 minglagan Sharq Turkiston xalqini qirg'in qilgan. Boshqa ellarda sargardon bo'lishga sabab bo'lgan, Sharq Turkistonni ishg'ol qilishda muhim rol o'ynagan qonxo'r Zozingtangni atalmish qutqizg'uvchi qo'mondan deb sifatlab, kuchlik tashviq qilmoqda. Xitoy hukumatı irqiy qirg'inchilik jinoyatiga masalda ishg'oliyat tarixini oqlash, burmilashga zo'r kuch sarf qilayotgan bo'lib, bu yil 9-oyda atalmish Zozingtangning Xinjiangni qaytarib olishi degan dars o'ttir maktab va oliy maktab darslariga rasmiy kirgizilgan edi. Shundaqla Xitoy oldingi oyda Qo'milda yangidan qurilgan atalmish Zozingtang madaniyat tadqiqot o'rni yopiq etish murosimi o'tkazgan edi. Markaziy İstanbuldagi Sharq Turkiston o'limalar birligining uyushtirishi bilan 26-dekabr kuni İstanbulda Uyg'ur tashkilotlarining rahbarlari bir yerda jam bo'ldi va tashkilotlar aro fikr almashtirish va Xitoydan qutulishdan iborat g'oyat maqsadga yetish uchun hamkorlash ta'kidlandi. Bu yig'inga Turkiya Sharq Turkiston da'vosi yo'lida siyosat, tadqiqot, axborot, matbuot, ta'lim-tarbiya sohalari bo'yicha xizmat qilayotgan 45 Uyg'ur tashkilotining rahbarlari va vakillari qatnashdi. Yig'inga riyosatchilik qilgan Sharq Turkiston o'limalar birligining muavin raisi Abdusalom Olim yig'inning maqsadi va ahamiyati to'g'risida to'xtalib, tashkilotlar aro hamkorlikni kuchaytirish, masalalarni hal qilishda bir yerga jam bo'lib tushunish hosil qilish, dushmandan qutulishdan iborat g'oyat maqsad uchun o'rtaq harakat qilish kerakligini ta'kidladi. Volkochsi gazeti Amerika Markaziy axborot idorasi CIA'ning 2012-yili Xi Jinping vazifaga o'tirgandan buyon Xitoydagi istixborot odam kuchini taraqqiy qildirishda qiyinchilikqa duch kelganligini o'tirg'a qo'ydi. Mazkur gazetning Amerikaning sobiq va hozirgi amaldorlarini asos qilgan xabarga qaraganda, Amerika Markaziy axborot idorasi o'zining eng muhim axborot nishoni deb qaraydigan Xitoydagi jasuslik iqtidorini o'stirmoqchi bo'lgan. Aloqador xodimlarning aytishicha, axborot kamtikligi sababidan Amerika Xi Jinping va uning chambarki o'tirisida Tayvan qatorliq muhim bexatarlik masalalar va boshqa masalalar o'tirisidagi maxfiy suhbatlarga oid cheklik uchirg'i ega ekan. Amerika Markaziy axborot idorasining boshlig'i William Burns: "Biz yaqinqi 3 yilda Xitoydagi odam kuchiga qaratgan xamchotni birasidan ko'proq oshirdik" degan. Gollandiya Qurolliq armiyasi qo'mondoni Leytenant general Martin Vijin: "Biz cho'qim Rossiya bilan urushga tayyorlik qilishimiz kerak" dedi. U Gollandiyaning Rossiya bilan bo'lgan orliqi 1500 kilometr bo'lganligi uchun o'zining bexatarligi kapolatga ega deb o'ylamasligi kerakligini ta'kidladi. U mundaq dedi: "Rossiya tushunadigan bir til bor. U bo'lsa kuchli armiya." Vijin davlat mudofaa ministrligidagi xodimlar kamchiligini tugatishning muhimligini o'tirg'a qo'ydi. Amerikaning Mayne shtati sobiq prezident Donald Trumpning qurultoyga hujum qilishdagi roli sababdan kelar yillik saylovga qatnashishini chekladi. Trumpni tunji cheklash Colorado shtatidan kelgan edi. Colorado Oliy sud mahkamasi parlamentining hujumga uchirganligi sababli Trumpning saylovga qatnashishini chekladi. Hindiston hukumatining Pegasus jasuslik yumshoq detali orqali o'qituvchi muxbirlarni o'g'irlikcha anglaganligi o'ttirg'a qo'yilgan edi. Xalqaro kechirim tashkiloti bilan Washington pochtasi gazeti birlikda elib borgan tadqiqot natijasi bu vaqtdagi andishlarni texmo kuchaytirdi.